Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Ina navbatdagi ko'mirli kotol o'tiradigan xonadan yetib keldik. Bu bektimiz Yangi bozor tumani Bo'zqaloq qishlog'ida. Qadriyat mahallasi. Qadriyat mahallasi. Qaysi ko'cha bu? Qadriyat ko'chasi. Qadriyat ko'chasi. Birdanlik ko'chasi, birdanlik. Ha, birdanlik ko'chasi. Sarvar amina bir 20 kun oldin zakaz berdi. Namangan det. 20 kunlar bo'ldi, atrofga xudo xolasa 3-4 kungacha qoldik lekin. Biroq Başta sırofqa bordim, gapga yo'qmish. Xudo xolasa yana mana bekdan qizdirib, topshirib, konkret tovar. qilib berdik. Tekshirib oldingizmi? Tekshirib oldim. O'zingizdan o'sib ko'ring. Ya, konkret. Hammangiz o'rtazdami? Уже bir soat bo'ldi yaqinda, zakon o'rtasida. Ha, bo'ldi. 5 bola o'tin soldik, уже aylantirib berdim. Endi yoz kuni bu. Yoz kuni, lekin qishdan javob beramiz biz. Qizishini xudo xolasa birinchi batareyasini, stolga batareya qo'yildi beraylik, panelning bir o'tirga 50 santim. Bu bir dona 83 dollar bu. Ha, bu turbalari ishari 20 lik turba, yana bir 25 dan 15 metrdan bir ishlatildi. Qolganidan 80 metr turba yutdimmi? Aslan 80 metr. 32 lik aslanli, 2,5 tenga. 30 ming so'm bir dona, 1 metri. Tamam. Hasabiyalardan ko'rsatib bo'lsak, bunda Buyog'i zal. ben sözüne yapamayız mı? Tamam. Bana ko'rsatib o'tadi yana. Beramina orqa tarafdan uchun beram bir o'tirlik qo'yildi. Beram shu panelni radiator hammasini audio rakor kran bilan ishlandi bu yana. Shu audio rakor kranlar bilan ishlandi yana. Bemalol remontatsiyani yozdirib olib, yana joyga qo'yib ko'rasiz. Yana staklanish turishi. Ikkinchi batareyasi, bunda uchinchi batareyasi. Bu zal ise. Bu zal ya. Bu ufaklar. O'tirishlarni yuqoridan ko'raman, yana tarafda tekshirishlarni. Beram bir o'tirlik, 50 ga bir o'tirlik stollarga hozir qo'yildi. Panelni 2 rakor kran hamma nega rakor kran bilan ishlandi bu. Amerikan kran bilan. Yozdirib olib, remontga qaytadan joyga qo'yishimiz uchun-da. Hammalar o'sha ko'rdingiz axir, siz tuqqan. Ajoyib. Konkret. Yolg'ondan ko'rsatgan, ustulaganlarni. Yana 32 turbalar shunday o'tib turibdi. Bo'ldi. Yolg'on ko'rsatib berasizmi? Besh qatta lekin sinchi yo'q. Bu shart emasmi? Bu qatta bo'ladi. 40 to'rtlar. Mana ko'rsatmang. Bu spal, o'rtasi spal. Bular 80 santimetr qo'yildi. O'rtasi spal. O'zi kichkina xona ekan bu. Ha, garaj. 3 metr, 3,5 metr o'xshaydi, bang o'zi. 3,5. Mana lekin bir donasi o'zi 80 lik 20 kvadratni qizdiradi, lekin birinchi kvadrat chiqmaydi. Chunki bu o'zi bir dona bemalol garaj, bemalol zamoviy, hamma tomoni 4 tomon o'ralgan. Buni bemalol qizdiradi berini. Shunga ko'ra chiqib. Yolg'on ko'rsatib beramizmi? Amin. Bir kişi de. Eşyalarına mı ko'rsatib? Eşyalarına ko'rsatib, eşyalarına. Kartol Şu palashini. anda oraya gelmeyen için şimdi daha bitatib o'tirib berdik. Ha, kartol palashini oladi. Mendan suv qizdimi ya? Yo'q. Og'ziydi. O'zdiqniki. Ha, o'zimnikimi? Buni yaxshilab berman ko'rsatib, ben tarafni. Mana, beram 1 metrlik qo'yildi. Bir pochta boshida bu. Boshi borda ozroq qo'yilib beradi. Birinchi. Ha, birinchi toshga zabı ber. Ha, keyin ham 2 batareya bormi bunda? Bu yoqda kuxnya, bari. Ha, bunday yana. Kuxnya esa. Mana. Bu o'zingiz batareyangiz bor ekan. Iydi baba. Uyingizda bor ekan. Ikki 2 batareya bor edi o'zingizda. Beraber qo'yildi kuxnyaga. Keyin mana ishlagan. Aha, keyin banyoga ham bir qo'yildi. O'shanda o'tirishlarni ham ko'rsatib berganlar. Ana shunda turib o'tirishlari haqida. Bu yerdan chiqib ketgan bu. Men bu yerdan ko'rsating. O'sha o'tirishlarni ko'rsatingda. Shundan qiziqadilar-da, ko'p odam. Shunga o'tiradilar. Chunki bir ish ko'rgandan keyin axir sifatini ko'radi-da birinchi. Mana shunda o'tirishlari o'zingiz uyingizda bo'ladi bu batareya. Biz kraniklarni turib olib keldik. Akkurat dedim shuna o'tirdik, qo'llanganingcha. Zoya bo'lmasin deb buni ishlatdik. Endi oyoqqa teminadi o'tirdik yana. Endi kotyolni ko'rsatamiz, xudo xolasa. Bera xudo xolasa 22 kilovatlik yuqoridan adam kotyol qo'yildi, uteplyan bo'lgan kotyol. Buni bahosi, kotyolning o'zining bahosi 8600 ming so'm. 8600 ming so'm, o'sha hisobda bu
Nasosu 8 batarya, kaçolu bilan 10 tochka, ish haqqisi 4 million pul bo'ldi buni. Kaçolu 8 milyon 600 ming so'm, qolgan vajlari bilan o'sha hisoblamada 24,5 million pul bo'ldi. To'g'rimi? 24,5 milliona kelishdi. Bataryasi, sataryasi, turbasi. İki yine batarya o'zingizdan bo'ldi. Hava. 8 tochka, 6 silardan ikkisi Tamam. meni. Şu gördüğünüz hammeler, başlık hammelerden Ya, az gana şu turba işlettik özünüzden. Hava. Bir 6 metre mi 5 metre turba işlettik, kahvelerden de özlerimizden geldik. Hava. Yine işede oturuşları yine Ya, en yer yok. esası yeri Hava. işe pılanan arasına kazık attı adamlar. Neçe son oldu, ne o 1 metre yine stalloyu yapıyordu ama. Normalden konkret. Razı mısınız? Kılgan işinde? Razıman. Zor mu akır? Yaktı mı size işi? Güzel. Sonradan işine geliyor. Neçe günde bitirip verdiler. 3 günlüğü hesaplasak 4 gün. 4 günde Bir bitirip gün aradan da İşlerden gel yokum diyor. Kaç oldu niye oldu? kaç yıldan bir Hava, göz zaten ateşi işe yoktu. oldu, gel bak. Şırlan vura versiniz gerek tamam mı? Ya bir gün çay uğrak diyor mu? İhtiyacı buna mı oldu? Yine bu rasmotuna gelen olmasak, şu ününüzde mesela avyonundan gel çıkan olmasak, Burada 180 kvadrat idi. Sapasını 220 koyduk. orada çaksapta 20 kilodan canlı soğukta 40 kilo arası ödetişi mümkün. O da kalırsa 50-60 kilo arası ödetmedi. Çünkü dımket uyarmazsa öz normal ödetişi çallara. O da kalırsa Biz şu de garajdan misat kaldık mı bunu yine kadar? 4 tonla 5 tonla gitmese gerek bu da kalırsa. 4 tonla bile çıkardık o da kalırsa. Aynen 1 tondan Tamam. sakını çıkalım. Bir sezonlu da. Hava. Kime şunun hizmetle gerek olsa şu testlerini ömürden çıkarıp kalmamız. Benim alakalı çıkarasılar.